Hansi Flick Barselonaga tayinlanganda, bu xaos ichidan tartib qidirishga bo'lgan g'alati urinishdek ko'ringandi. Klub muxlislari ikki lagerga bo'linib qolishgan edi. Bir guruh buni qanday yakunlanishini ko'rmoqchi bo'lsa, boshqalar klub afsonasi Xavining iste'foga chiqarilishidan va uning o'rniga Barselona nimaligini mutlaqo tushunmaydigan inson kelayotganidan hayron edilar. Flickning o'zi ham Germaniya terma jamoasidagi muvaffaqiyatsizlikdan so'ng kelayotgandi. To'g'ri, u bungacha Bavariya bilan treble yutgan, hatto o'sha mavsumda Barselonani 8-2 hisobida yakson qilgan edi. O'sha paytda bu qaror xuddi uyingizni yoqib yuborgan odamni ishga yollashdek tuyulgandi. Ammo qisqa vaqt o'tgach, Barselona unda boshqalar ko'ra olmagan narsani ko'rgani ma'lum bo'ldi. U deyarli hech qanday transferlarsiz va mablag'larsiz zamonaviy futbolning eng yorqin jamoasini qura oladigan murabbiy bo'lib chiqdi. Bugun biz Hansi Flickning sokin nemis mehnatkashidan tortib, butun Barselona sevib qolgan murabbiygacha bo'lgan yo'lini tahlil qilamiz. Klub moliyaviy muammolar ichida yashayotgan bir paytda Germaniya terma jamoasi bilan og'ir mag'lubiyatga uchragan murabbiyni olib kelish hamma uchun tavakkal edi. Ammo Barsa uchun bu buyuk narsa qurish imkoniyati edi. Keyinchalik Laporta u haqida u jamoaga intizom, professionallik olib kirdi. Uning g'oliblik mentalligi va sog'lom ambitsiyalari bor. U doim talabchan va ko'prog'ini xohlaydi, deb aytgan edi. Aslida Flickning bu nuqtagacha bo'lgan yo'li qizil yo'lakchadan o'xshamasdi. 80-yillarda u Bavariya yarim himoyasida o'ynagan, bir nechta titullar yutgan, lekin u yerda hech qachon yulduz bo'lmagan. Mattaus va Rummenigge kabi afsonalar soyasida qolib ketardi. U faqat yetakchilar o'rnini bildirmasdan yopadigan ishonchli mexanizm edi xolos. Bavariyadan keyin jarohatlar tufayli Kölnda 3 yilda bor yo'g'i 44 ta o'yin o'tkazdi va faoliyati pasayib, havoskorlar jamoasi Bammentalga o'tib ketdi. Aynan o'sha yerda 28 yoshida u o'ynovchi murabbiyga aylandi. Keyin esa hozir hamma taniydigan, ammo u paytda endigina professional maqom olgan Hoffenheimni Germaniyaning 3-divizioniga olib chiqdi. U birinchi yillardanoq qo'l ostida bor narsadan tartib qurishni boshlagan. Resurslar yo'qligi u uchun muammo emasdi. Shuning uchun ham keyinchalik Barselonadagi moliyaviy holat uni hayron qoldirgan bo'lsa-da, sindira olmadi. Hoffenheimdan keyin u Zalsburgda tajribali murabbiylar yonida ishladi va futbolga kengroq qarashni o'rgandi. U chiroyli gaplar bilan o'zini ko'rsatadigan odam emas. U hayoti davomida bilimlarni yashirincha yig'gan murabbiy edi. Haqiqiy burilish 2006-yilda Flick Germaniya terma jamoasida Joachim Löwning yordamchisi bo'lganida yuz berdi. Bu mutlaqo boshqa maktab edi. Germaniya u paytda qayta qurilayotgandi va Flick bu loyihada oxirgi odam emasdi. U detallar, tahlil va mashg'ulotlar jarayoni bilan shug'ullanardi. Löw jamoaning yuzi bo'lsa, Flick tizim qanday rivojlanishi kerakligini tushunadigan odam edi. O'sha yillarda terma jamoa Euro 2008 finali, Jahon chempionligini 2010 va Euro 2012 yarim finallarigacha bordi. Va nihoyat 2014-yilda Braziliyadagi Jahon chempionligini qo'lga kiritdi. Flick kadrda ko'p ko'rinmasa-da, ichkarida eng oliy darajadagi g'oliblik tajribasini oldi. Keyinchalik u Germaniya futbol ittifoqida sport direktori bo'lib ishladi. O'yinchilar rivojlanishi va uzoq muddatli tuzilmalar bilan shug'ullandi. Biroq bu boshqaruv ishlari tezda tugab, u yana futbol soyasiga qolib ketgandek bo'ldi. 2019-yilda uni Bavariyaga Niko Kovichning yordamchisi sifatida chaqirishdi. Ammo Kovich muvaffaqiyatsizlikka uchradi va mavsum o'rtasida haydaldi. Flick esa vaqtinchalik murabbiy etib tayinlandi. Rahbariyat yangi odam qidirguncha u rulni ushlab turishi kerak edi xolos. Lekin ma'lum bo'lishicha, jamoaga aynan Flick kerak bo'lgan ekan. Bavariya birdaniga o'zgardi. Tezroq, tajovuzkorroq va tajovuzkor pressingga asoslangan futbol o'ynay boshladi. Uning futboli diplomatiyasiz edi. Biz raqib maydoniga o'tamiz, to'pni olib qo'yamiz, keyin esa tirik qolishga harakat qilib ko'r.
Flik jamoaga g'oliblik mentalligini qaytardi. Natijada aql bovar qilmas gegemoniya boshlandi. Bavariya Bundesliga, Germaniya Kubogi, Chempionlar Ligasi, Yevropa Superkubogi, Germaniya Superkubogi va klublar o'rtasidagi jechini yutdi. Bir yilda 6 ta kubok, tanlanganlar darajasi. Va o'sha g'alabalar ichida Barselona ustidan qozonilgan 8-2 hisobi ham bor edi. Flik nomlardan ko'ra tizim muhimligini isbotladi. Undan keyin Germaniya terma jamoasiga bosh murabbiy bo'ldi. Avvaliga hammasi yaxshi boshlangan bo'lsa-da, terma jamoada klubdagi kabi har kuni pressingni mashq qildirish imkonsiz edi. Qatardagi jahon chempionatida guruhdan chiqa olmay jamoa quladi. 2023-yilga kelib vaziyat yanada yomonlashdi va Flik Germaniya terma jamoasi tarixida iste'foga chiqarilgan birinchi murabbiyga aylandi. Bu uning obro'siga berilgan juda qattiq zarba bo'ldi. Mana shu zarba uning Barselona oldidagi qiyofasini belgiladi. Kimdir unda muvaffaqiyatsizni ko'rsa, kimdir muvaffaqiyatni ham, qulashni ham ko'rgan va Hausning narxini tushunadigan odamni ko'rdi. Barselonaga chiroyli g'oyalar sotuvchisi emas, balki og'ir sharoitlardan shikoyat qilmaydigan murabbiy kerak edi. 2024-yil bahorida Xavi jamoaga chempionlikni qaytargan bo'lsa-da, barqarorlik va katta o'yinlarda muammolar qolayotgandi. Xavi natijalar tufayli emas, balki press konferensiyalarda eyotgan isterikalar va moliyaviy muammolar sabab ketgandi. Shunda Laporta Flikni tanladi. Bu jasoratli qaror edi. Chunki u Cruyff yoki Guardiola shogirdini emas, balki Barsani 8-2 ga yutgan Nemisni olib keldi. Flik klubni sindirish uchun kelmadi. U darhol vaziyat qiyinligini tushunaman va La Masiyaga tayanaman dedi. Mashg'ulotlarda intensivlik, jismoniy tayyorgarlik va to'psiz ishlash talabi keskin oshdi. Mazmun juda oddiy edi. Status seni mehnatdan ozod qilmaydi. Yulduz bo'lasanmi, yosh bo'lasanmi, yugurishing va pressing qilishing shart. Shu bilan birga u Barsaning pas o'yinini o'ldirmadi. Aksincha, uni o'tkirroq qildi. To'p nazorati endi sterillikdan chiqdi. Maydonda sxema doim o'zgaradi. Himoyachilar oldinga chiqadi. Yarim himoyachilar to'p yo'qotilgach agressiv tarzda maydonni yopadi. Flikning eng katta quroli pressing va kontrpressing. Rafinha, Yamal, Lewandowski oldinda hamma ishlaydi. Realda Vinicius va Mbappeni hech kim pressingga majburlay ololmayotgan bir paytda, Barsada Yamal maksimal darajada ishlashga majbur. Rafinha Flik qo'l ostida yangi jamoaning simvoliga aylandi. Sotib yuborilmoqchi bo'lgan o'yinchi dunyoning eng xavfli futbolchilaridan biriga aylandi. Flik qo'l ostida futbolchilarning narxi o'sa boshladi. Lamin Yamal esa murabbiydan erkinlik, ishonch va aniq rol oldi. Lekin u ham jamoadagi qora mehnatdan ozod etilmadi. Flik yoshlarga ishondi. Kubarsi, Yamal, Fermin bularni Flik topib chiqmagan bo'lishi mumkin, lekin u yoshlarni dunyoning eng yaxshilari qatoriga qo'shishni uddaladi. Yoshlar Lewandowski kabi tajribali o'yinchilardan o'rganmoqda. Eng muhimi, Flik taktikani emas, kayfiyatni o'zgartirdi. Barselona atrofidagi cheksiz drama o'rniga jamoa yana quvonch manbaiga aylandi. Muxlislar faqat natija kutmayapti, ular o'yinlarni sog'inib kutyapti. Klub kiyim almashtirish xonasida Flik diktatura emas, sokin talabchanlik o'rnatdi. Muammolarni matbuotga olib chiqmadi, o'yinchilarni himoya qildi. Futbolchilar unga talpindi. Flik ular uchun ikkinchi otaga, oilaga aylandi. Uning futboli yuqori himoya chizig'i tufayli ortda katta bo'shliq qoldiradi va bu xavfli. Ammo 99% muxlislar bu dinamik futboldan mamnun. 2 yilda 5 ta titul, ketma-ket 2 ta La Liga chempionligi va 7 ta El Clasico'dan 6 tasida g'alaba. El Clasico kuni Flikning otasi vafot etganda u jamoa bilan qoldi. Jamoa esa har bir golni u bilan bayram qildi. Flikning Barselonadagi tarixi bu mo'jiza emas. Bu turli hayot yo'llarini bosib o'tgan murabbiyning kerakli joyda paydo bo'lishi tarixi.
Bugun qo'rqmasdan aytish mumkinki, Barselona Flick borasida haq edi. Ular begona nemisni emas, La Masiyani va muxlislarni tushungan, klubga jasorat va o'zlikni qaytargan insonni topa olishdi. Bu shunchaki futbol emas. Bu ko'z o'ngimizda yozilayotgan tarix. Mana shunday epik hikoyalarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'ling. Like tugmasini bosing va biz bilan birga qoling. Salomat bo'ling.